ko'chma do'konlarimizni birinchi boshlaganimizda 2019-yillarda. Yuklaganda qo'rqardi. Endi men 10 ta 15 tagacha qo'rqaman, to'g'risi. Qanday yuklanadi ekan, qanday ko'tarilar ekan deb. Keyin umuman qo'rqmay qo'yganmiz. Keyin masofaga borganda qo'rqardim. Birinchi yili boshlaganimizda o'zimizga Farg'onaga sotardik faqat 30-40 kilometr, 50 kilometrga. Keyin yana uzog'i Toshkentga so'rashgan, Toshkentga jo'natganmiz. Undan keyin Toshkentga ko'p jo'natdik. Keyin Samarqandda filial qilganmiz, Samarqanddan ham Surxondaryogacha, bu yog'i Navoiy, Buxorogacha jo'natganmiz. Hali qilaversangiz ko'z pishib ketar ekan. O'rtada bir marta aynagi singan 2021-yil edi adashmasam 21-22 mi degan. Hali podyomnidan o'tayotganda politsiyasiga qo'ygandi. O'shanda oyna singan, shofer e'tibor qilmagan, mingga qo'yib borgan. Undan atak sinmagan oynalari. Katta Qo'rg'onda yo'lda ham singan, Samarqandda filialimizdan Navoiyga olib ketayotganimizda. Katta Qo'rg'onda yo'li yomon u, Samarqanddan yurish. Shunda singan. Ikkita holat bo'lgan, shunaqa singan holat. Kimga shunaqa ko'chma do'konlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar. Hozir ham ikkita boshlangan, uni qilyapmiz. Biz oldindan tayyorlab qo'ymaymiz, chunki mijozni xohishiga qarab, o'rganib kelgan qilib beramiz. Bizdan alichi turmaydi 5 ta 10 ta. Mijoz nima xolasa, qanday xolasa, shularni qilib beramiz. O'lchami, rangi, ko'rinishi, dizayniga qarab. Hozir ham qilayotganimiz buyurtma olingan. Bu Farg'ona shahrida tayyorlandi. Farg'onaning o'ziga ketadi, 1 kilometr nariroqqa. Keyingi qilayotganimiz Samarqandga ketadi. Bitta kichkina Amerikada ishlaydigan bir yigit buyurtmaga. Ha, bitta bor keyin 9.5 ga 4 metrlik. U qayga bilmayman. Ko'chma do'konlar masalasi aloqaga chiqaverasizlar. Ma'lumot beradigan bo'lsam, fasadi tunikabond, poltaxta, linoleum bo'lgan. Do'konda ostida eng tagida ham tunika bor. Ko'rayotganingizdaqa utilitarlar 3 qavat qilinadi bizda har doim. Shivelerdan qilamiz. Asosli shiveler. Strelani tushirib olish uchun orqaga yuryapti mashina. Bizda biroz qimmatroq qilinadi, chunki biz sifatga ishlaymiz ko'proq. Tajriba ham yaxshi bizda. Ko'chma do'konlar masalasida aloqaga chiqaverasizlar. Narxi buni $5800 bo'libdi. Mana shunisini narxi. Misol bu dizayn biz o'ylab topganmiz birinchi, o'zim ustida ko'p ishlardim. Hozir hamma mashinadan ko'chirib qiladi. Bizda maymun biznesi yo'q. Dizayn hammaga har xil qilishga harakat qilamiz, lekin oxirgi paytlarda mana shu ko'pchilikka yoqqani uchun mana shundan qilib beryapmiz. 22-yil qilganmiz birinchi bunaqa dizaynni. Endi u paytda mana arkalari pastgacha emas edi, tepada edi. Bir 2 yil ash tepada arkasidan sotdik, keyin arkasini pastga tushirdik. Bizga qarab hamma tushirishni boshladi. Shunaqa, qisqasi o'g'irlikda har xil turi bor, dizayn o'g'irlaydiganlar ham bor. Juda ham jahlim chiqadi, to'g'risi. Kallani ishlatmasdan dizayn shunday ko'chirib qo'yadiganlarga. Bir safar o tepasini to'rtburchak qilardik. Mana bu joyini to'rtburchak qilardik. 4 ta tushardi. 4 ta kattaroq qilib qo'yibdi razmeri. 3 ta qo'ysa yetmayapti, 4 ta qo'ysa ko'plik qilyapti. Keyin oddiy tunikalardan yasab turib, 2 ta qo'yib oralarga tunika qo'yyapti, plankaga o'xshab. Xatomizni yo'qotishlik uchun ham chiroyli chiqdi-yu. Bu o'sha kasagimizni ham ko'chiribdi-da, kimdir. Keyin to'rtburchakdan uzunchoq qo'ydik, hamma uzunchoq qo'ydi. Bilmadim, dumaloq qilsa ham dumaloq qo'tardi menimcha. Lekin dizaynni ustida o'zim ishlayman. Chiroyli qilishga harakat qilaman. Iloji boricha boshqalarning ishiga o'xshatmaslikka harakat qilaman, lekin bizdan ko'chirganligi hisobiga boshqalarga ham mana shunaqa qo'yib qo'ygan. Deyarli hamma ko'chma do'konchilar biz ishni ko'chirib qiladigan bo'lib olgan. Ochiq aytaman, bu yaxshi narsa emas. O'g'irlik bu.